Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Bu videoda aniq o'tkazib olmaylar, chunki biz hozir sizlarga Spark, nima deydi, Jamiki Jam mashinalariga Optim zapchastlarni, nima deydi, narxini sizlarga bilib bergani kelganmiz. Batda mana shu aka granata dedingizmi aka? Spark, Lacetti, Matiz, Malibu, Nexia 1, Nexia 2 aka. Bu granatalar aka. granatalar ichki tashqi chachilib sotilaveradi. Chachilib sotilaveradi aka. Xo'p, aka buni narxi nech puldan nech pulgacha? 120 mingdan standart aka. 120 mingdan. Captiva, Malibu, Epic'lar endi qimmat chiqadi ular. Demak, ne qilaylik aka? Batta, nima deydi, xili ko'p bo'ladi. Kimdir Matiz, kimdir Spark minadi. Nomer qoldiramiz. Bemalol qiziq, qanaqa mashinalar ham bo'lsa qiziqsalar, nima deydi, Optim zapchastlar bor, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, aka, bu tomon yuradigan bo'lsa, xo'p, mana bu barabanmi aka? Va baraban. Qanaqa mashina? Epikaniki. Aralash baraban batta ham. Bo'ldi aka, bu tevada tarmlik vakuumlar aka. Batta ko'rib turganlaringda juda asarli, ob'yom juda katta. Bular narxini bilmaysiz aka, primerni ham. 250 mingdan vakuumlarimiz. 250 mingdan vakuumlar. Hamma mashinaga bor aka. Xo'p, mana tevada ko'rib turganlaringda mana dvor, bu nima aka, mana sizda? Eshik mexanizmlari ham bor. Ayni mexanizm hamma mashinaga bor, a? Xo'p, mana vakuumlarni bitta ob'yomini ko'ringlar. Bu past, bular nima aka, mana ular? ABS'lar aka. ABS'lar. Ya'ni aka, Cobalt ABS'lar ham bormi? Olib keltirib beramiz. Olib keltirib beriladi. Hop, batta bori Epica, Captiva, Spark. Spark ham endi keladi aka, mana oyda oxiriga. Bo'ldi, bor deylik. Bo'lmasa aka, hamma yo'g'i batta ob'yom shunaqa kattaki, sizlar aytgan muddatgacha kutsalar, Optim narxda olib kelib berishadi. Xo'p, aka, bular nima mana ular temirlar? Kia Bongo'lari hadovoy qismi. Kia Bongo balkalari aka. Shu mana ko'rib turgan, orqa mosti bo'lsa kerak aka. Orqa most. Hamma yo'q garantiyali. Bu akalarimiz o'zlari Koreya davlatidan ana Kia Bongo'lar olib kelib, so'yib, mana shunaqa zapchas qilib, o'zimiz tilda Jaydar tilida aytganda Kia Bongo'lar qassobi. Xo'p, aka, bu tomonda yana nimalar bor aka? Mo'lar ham mexanizmmi aka? Dvorniy mexanizmlar. Dvorniy mexanizm. Hamma mashinaga bu supportlar ekan aka. Supportlar aka. Hamma mashinaga bor supportlar ham. Bu holatda garantiyali bo'ladi. Xo'p, aka, bunimiz nima aka? Bu sidina salyaskasi bo'ladi. Sidina salyaskasi. Xo'p, tevada o'sha aytganimdek vakuumlar qaranglar aka, hali ham tugagani yo'q. Hamma mashinaga bor vakuumlar. Bu ham o'sha qanaqadir mexanizmlar, nima deydi, dvorniy mexanizm deysizlarmi, elektronniy mexanizm, hamma yo'g'i bor. Bular gulishtirma aka? Yo'q, bular Nexia'larning stoykasi, amortizator. Amortizator stoykasi. Aka, bular narxini bilmaysizmi aka, mana shular Nexia 2? 250 ming sotadi, arzonroq beramiz. 250 mingdan tushib berasiz aka. Xo'p, bo'ladi. Mo'lar ham o'sha mana sidena mexanizmlar ekan. Bu tomonga o'tadigan bo'lsa, pechka parraylarmi aka? Pechka motorchilar. Xo'p, bular hamma mashinaga bor, xudo xolasa. Matiz, Lacetti, Epica. Captiva ham bo'lsa kerak aka. Xo'p, bo'ladi. Narxini o'sha pastda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib so'rab, ne qilsalar ham bo'laveradi. Xo'p, motivada aka, bu rezinkalar xlam bo'lib nimaniki aka bu? Hamma aralash mashinaniki, hamma mashinaniki. Hamma mashinada rezinka, ya'ni kapot qismi, eshik qismi, hamma joyiga tushadigan rezinkalar bor. Mana ular aka to'g'ri deylar. Ruloqa aka. Ruloqa aka, batda ham hamma mashinaniki bor, a? Ana ko'rib turganlaringdek rulovoyda o'qida hamma mashinaga tushadiganlari bor. Bular ham o'sha Kia Bongo'da. Bular Nexia'niki. Bular Nexia'nikimi? Orqa chulogi aka. Bo'ldi. O'sha aytganimdek qanaqa zapchas kerak bo'lsa, bemalol aloqa aytsalar, mana gulishtirdan, chuloydan tortib, bilan rezinkani qaranglar, tog' bo'lib yotibdi. Hamma yo'g'i bor. Bu bachoylar ekan aka. Benzin boki. Hamma mashinalariga bor ekan benzin boki. Bular nima aka? Stabilizatorlar. Stabilizator aka. Xo'p, bo'ladi. Bularda ham narxini bemalol telefon qilib bilib olsalar. Gulishtirlar bitta ko'rsatib o'tib ketaylik aka. Mana qorni qilib kiyalar aka. Yangi. Bo'ldi, mana ko'rib turganlaringni Kiyaga gulishtir kerak bo'lsa, bu sostaniyada, lekin tiniq holatdagi gulishtirlar ham bor. Endi bu tomonga chiqadigan bo'lsa, bu tomonda nima deydi? Hamma mashinaga kuzov bor, ya'ni xolasalar yarim qismi belidan orqa tomoni, yo'qsa belidan oldi tomoni desalaring, hamma mashinaga Matiz Islam, Tico, Nexia 2, Nexia 1 ana ko'rib turganlaringdek hamma holat. Purjinalar ham bor ekan. Purjina hamma mashinaga bormi aka? Hamma mashinaga bor purjinalar. Bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana ular, bu qaysi mashina? Nexia 3 aka. Nexia 3 bu kod qismi bu Nexia 1,
tom qismi bu qanaqa mashina edi aka? Nexia 1. Bu ham Nexia 1 aka. Bu Cruze Malibu 1. ha, Cruze Cruze bilan sizlar ovqatga Malibu 1 aka. Xo'p, bular mana Matiz tom deysizlarmi, Tico tom deysizlarmi? Nexia 1 tom, Nexia 2 tom. Uni aka oq qanaqa Panamera? Ha, Lyukli. Ha, Epica'niki aka. Xo'p, mana hamma holatdagi buchi aka mana. Damas aka. Lasetti Damas. Ha, Lasetti. Qora Lasetti. Bu bunday ko'rsatib o'tganday bo'lsam, mana bu Lasetti, bu Damas. Bu tomonga o'tadigan bo'lsa, mana aytganimdek hamma mashinani qo'rg'asi deysizlarmi, o'sha bel qismi, oldi qismi hamma o'sha bunaqasi bor, nima deysiz, просто narsa ko'pligidan tilim ham chalmashib ketyapti. Garochi sizlarga mana shunaqa nima deydi, mashina qossobni xotarasizlar, to'g'rimi? Sizlar ham arzon, haqiqatan arzon bo'ladi. Men aytganimdek, ob'yom juda katta, albatta. Mana biz hozir orqa tomonni o'zi mashinacha. Biz hozir o'sha bitta joyga kelganmiz, o'tdim joyiga, sizlarga video qilishga qaror qildik. Telefon qilsalar, aytganimdek, o'zlari Koreya davlatidan olib kelishadi. Ko'proq Kia Bongo porterlar so'yishadi, lekin mana o'zimiz jeblarni ham so'yishadi. Ham narxi arzon bo'ladi. Mana bu qaranglar, ob'yomni, mana ob'yom. Juda katta ob'yomda, mana bu orqa tomondagi skladlar. Barda ham ob'yom. Nima xohlasalar hammasini top berishadi. Pastda nomerlar bor. Aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, ishlaring bitadi. Hamma zapchastdan, motordan tortib, rezinga kulachoy deysizlarmi? Hamma yo'q bor. Video yoqqan bo'lsa, like bilan podpiskani ayamanglar. Mana shunaqa nima deydi, qossob zapchast bo'yicha qossob oqtarib bergan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar, sog' bo'linglar.